Bola puli, moddiy yordam olish uchun mahallaga borib charchadingizmi? Men sizga hozir oson yo'lini uyda o'tirgan holda onlayn ariza berishni o'rgatib qo'yaman. Mayga.uz saytiga kirasiz, kam ta'minlangan oilalarga va moddiy yordam uchun degan xizmatni tanlaysiz deb, o'zingiz haqingizda ma'lumotni to'liq to'ldirasiz. To'ldirib bo'lganingizdan keyin uyingizdagi chorva mollari, parrandalar to'g'risida ma'lumot qoldirasiz. Bo'lsa bor yoki yo'q. Joyni bo'sh qoldirasiz. Mashinangiz bo'lsa, avtomashinangizni yilini, xarakteristikasini to'ldirasiz, yo'q bo'lsa maydonni bo'sh qoldirasiz. Undan so'ng arizani to'ldirib bo'lganingizdan keyin birov tekshirib chiqib, SMS jo'natish xizmatini bosasiz va arizangiz qabul qilingandan keyin 30 kun ichida sizga bola puli beriladi yoki berilmaydi. Shu haqida SMS keladi. O'rtoqlar, mana shu videoga like bosib, bola puli, moddiy yordam olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hiç o'ylab ko'rganmisizlar? Malika bozoriga telefonlar qayerdan keladi? Bu birinchi qism. Sizlar bilan birga birma-bir ko'rib chiqamiz. Videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz birinchi bo'lib Dubayga bilet oldik, samolyotda uchish uchun. Sababi 90% telefonlar Dubaydan kelar ekan Malikaga. Dubayga yetib kelganimizdan keyin biz free zonaga, ya'ni Dubay aeroportini shunday yonidagi katta tamojniy sklad deydimi? Xuddi shunaqa o'zimizdagi nomi free zona deb atalar ekan. Kiraverishda tekshiruv axranalar, polniy dokumentlarni tekshirar ekan, kirish uchun ruxsatnoma kerak ekan. Kirganimizdan keyin biz Sunstruck degan kompaniyani tanladik. Ya'ni bu kompaniyani tanlashimizdan sabab free zona bo'yicha kichik katta sklad Sunstruckga qarashli ekan. Bularda asosan rabochiy telefonlar sotishar ekan, yangi telefonni hal qilib berishadi. Bulardan telefonlarni o'zligidan xarid qilib va o'zligidan tekshirib olib, o'zligiga topshiramiz va pul to'lov qilganimizdan keyin skladiga topshiramiz va bu yerda ko'rib turibsizlar, free zonani o'zida logistik kompaniyalar bor. Agar o'zingiz ishlab kelayotgan logistik kompaniya bo'lsa, oddiy bolgarkadan o'tin kesish uchun matapila yasaymiz. Buning uchun shunaqangi razmerini olib, bu yerda kesib olamiz, chunki xavfsizlik jihatida. Matapilani temirini olib, bu yerda teshib turib, buni boltkaga yordamida qatirib qo'yamiz. Keyin o'ngga, chapga bemalol surib ishlatsa bo'ladi. Moslamamiz tayyor bo'lgandan keyin bu bolgarka yordamida ham temir, ham o'tin aralasanglar bo'laveradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Ha, aytgancha videoni qayta ko'rib, bemalol yasab olsangiz bo'ladi.